Assalomu alaykum. Hurmatli prezident. Avvalambor bizni kamtarona mehnatimizni yuksak baholab davlat mukofoti berganingizdan juda ham mamnunmiz. O'zim va yaqinlarim nomidan minnatdorchilik bildiraman. Men juda hozir hayajondaman. Sababi bugun menga oliy mukofot, davlat mukofotini mening prezidentim o'z qo'llari bilan topshirdilar. Men juda baxtliman. Siz yaqinda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy komissiyani yig'ilishini o'tkazdingiz. Sizni ko'rsatmalaringiz, tashabbuslaringizni eshitib turib, ilk prezidentlikka kelgan paytingiz ko'zim oldidan o'ta boshladi. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni imzolaganingiz va bu qonunni imzolash uchun juda katta jasorat kerak edi. Bugungi kunga kelib ko'ryapmizki, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha juda katta tizim yaratib berdingiz. Parlamentdagi palatalarning tegishli qo'mitalari, milliy komissiya faoliyat ko'rsatyapti. Hattoki ochiqlikni ta'minlagan holatda korrupsiya muammolarini keng jamoatchilikka ko'rsatib bera olishni muhim tizimi yaratib berilarkan, sizni yana bir ma'ruzangizdagi jihatga e'tiborimni qaratdim. Korrupsiyani bartaraf etish uchun butun jamoatchilik birlashishi kerak va shunda jamoat birlashmalariga, fuqarolik jamiyati institutlariga murojaat etganingizni men 7 milliondan ortiq a'zolarni birlashtirgan O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi vakili sifatida sizni ishontirib aytamanki, siz ko'rsatib bergan ko'rsatmalaringiz yo'lida aynan mahallalar, nuroniylar, yoshlar, ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda bir maqsad sari birlashamiz va albatta tadbirkorlikni rivojlantirish, ishsizlikni bartaraf etish va mamlakatni kambag'allikdan qutqarib, uni yanada farovon hayot kechirishiga, aholining turmush darajasini yana ko'tarishga birgalikda harakat qilamiz. Har bir inson islohotni o'zidan o'tkazyapti. Har bir xonadonga kirib bordi va yurtdoshlarimizni ertangi kunga ishonchi paydo bo'ldi. Shuning uchun men sizga yana bir bora minnatdorchilik bildirib, bugungi bergan mana shu davlat mukofotingiz bizga yana kuch, g'ayrat, mardlik, sadoqat bilan xizmat qilishga undaydi va xalqimizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling deyman. Rahmat.